Tovlamachilik bilan pullarga ega chiqmoqchi bo'lgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirgi reportaj shu haqda. Agar o'sha videolaringizni o'chirgin desangiz nima talab qilyapti? Pul talab qilyapti. Necha pul talab qilyapti? 1.200. Sergeli tumani ichki ishlar organ faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor boshqaruv markaziga murojaat qilgan fuqaro o'zini tovlamachilik qurboniga aylanganini ma'lum qildi. Aniqlanishicha, jabrlanuvchi Telegram orqali tanishgan Bekzod ismli shaxsga ishonib qolgan. Gumonlanuvchi uning shaxsiy foto va videolarini qo'lga kiritib, ularni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatish bilan qo'rqitgan. Videoni o'chirasizmi? Hop, keyinchi O'chirmang hozir. kartdan qachon tashlaysiz? 500 ming topdim deb qolgan keyin tashlasam bo'ladimi? Bo'ladi. Gumondor shaxs tezkor xizmat tomonidan Jizzax viloyatida qo'lga olindi. Xolisda ishtirokida protsessual hujjatlar rasmiylashtirilib, Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limiga qonuniy qaror qabul qilish uchun taqdim qilindi. Menga o'xshagan aldab qolgan ayolga yordam berishdi. Kattakon rahmat aytaman. Qancha stressga tushib qoldim, uydagilarga aytolmadim bu dardimni. To'g'risi aytolmadim. Ichki ishlar organlariga aytdim, tutib kelishdi. Shunda xursand bo'lib ketdim. Kuch-quvvat bersin ichki ishlar organlariga. Surishtiruvlar davomida pul tushgan karta gumonlanuvchining onasi nomida ekani, jabrlanuvchiga tegishli foto va videolar esa uning telefonida saqlanayotgani aniqlandi. Telefon va plastik karta daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirilib olindi. Rasmlarni topib, nomerini topib, gaplashaman dedim. Rasmlarni internetga tarqataman deb qo'rqitganman. Pul talab qilganman, 1.200 ming so'm, 500 ming so'm tashlab bergan payt, tashlagandan keyin Jizzax viloyati Arnaz tomonidan kecha ishlab keldim yana. Qilgan ishimdan pushaymonman. Qizdan ham, butun O'zbekistondan ham, oilamdan ham kechirim so'rayman. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, o'zgalardan tovlamachilik yo'li bilan pul yoki boshqa qimmatliklarni talab qilish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Jinoyat kodeksining 165-moddasiga binoan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.